Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Ali ibn Abi Talib raziyallahu anhu'nun hadisi. U kishi aytadi: "Sa'altu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an sunnatihi." Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan u kishining sunnat haqida so'radim. Bas shunda Rasululloh dedilar: "Al-ma'rifatu ra'su mali." Ma'rifat mening sarmoyam. Wal aqlu aslu dini. Aql dinimning asli. Wal hubbu asasi. Muhabbat asosim. Wash shawqu markabi. Shawq ulovim. Va zikrullohi anisi. Allohning zikri mening anisim, ya'ni meni tasalliyim. Va thiqatu kanzi. Ishonch mening xazinam. Val huznu rafiqi. G'am yo'ldoshim. Val ilmu silahi. Ilm qurolim. Vas sabru ridai. Sabr libosim. Va rido g'animati. Rozilik yutug'im, g'animam. Val ajzu fakhri. Ojizligim, bandaligim mening faxrim. Vaz zuhdu hirfati. Zohidlik kasb va hunarim. Val yaqinu quvvati. Yaqin, ya'ni ishonch mening quvvatim. Vas sidqu shafi'i. Rozgo'ylik shafoatchim. Va ta'atu hubbi. Itoat muhabbatim. Val jihadu huluqi. Jihad mening xulqim. Va qurratu ayni fi solah. Va namoz ko'zimning quvonchi. Demak, va thiqatu kanzi. As-thiqa, Allohga bo'lgan ishonchim mening xazinam. Bu ishonch manzilati, birodarlar, mislsiz xazina. Ishonch mislsiz xazina. Bu xazinani dunyoni boyligi bilan o'lchab bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning biz aytgan yuqoridagi hadislari mana shu narsaga ishora qiladi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Zuhd mening kasbim, hunarim, ishim." Zuhd insonni qalbini dunyodan behojat bo'lishligi. Ya'ni bu degani dunyodan voz kechib yorish, masjidga yotib olish, uylanmaslik, pul topmaslik, kasbi korni tark qilishlik emas. Bu narsalarda hammasini qiladi mo'min, faqat bu narsalar mo'minning qalbini egallamaydi. Mana payg'ambarimizning keyingi hadisidan bu narsani yaxshiroq tushunib olsak bo'ladi. Rasululloh aytadilar, Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhudan keltirilgan hadisda: "Laysa az-zahadatu fi dunya bi tahrimil halali va la fi izatil mal." Dunyodagi zohidlik halolni harom qilishlik bilan yoki molni zoyi qilishlik bilan bo'lmaydi. Zohidlik degani muboh bo'lgan, halol bo'lgan dunyo ne'matlarini o'ziga harom deb olishlik bu zohidlik emas. Yoki mol mulkini sarflab shunday gaday bo'lib ketishlik bu zohidlik emas. Valakiniz zahadatu fi dunya an la takuna bima fi yadayka awthaqa minka fima fi yadillah. Juda ham nozik narsa. Dunyodagi zohidlik biz hozir aytgan narsalar emas. Rasululloh dunyodan behojat bo'lish, dunyodan zohid bo'lish deganda nima nazarda tutyaptilar? Rasululloh aytibdilar, dunyodagi zohidlik Allohning qo'lidagi narsadan ko'ra o'zingni qo'lingdagi narsa sen uchun ishonchliroq bo'lmasligi. Allohning qo'lidagi narsadan ko'ra o'zingni qo'lingdagi narsa sen uchun ishonchliroq bo'lmasligi. Ya'ni o'zingni qo'lingda turgan puling, o'zingni qo'lingda turgan imkoniyatingga ishonganingdan ko'ra Allohni senga va'da qilgan narsasiga ko'proq ishonayotgan bo'lsang, demak sen zohid insonsan. Ma'qulmi? Cheklarni olib qo'ydim, o'g'illarga uyni solib qo'ydim. Endi ularning kelajagi zo'r bo'ladi. Yana ularning hammasiga yaxshigina bir meros qoldiryapman deb turib, xotirjam bo'lmaysan. O'zingni qilib qo'ygan qo'lingdagi naq narsang bilan balki aytasan, inshaalloh farzandlarimni Allohga omonat qilganman, halol haromni tanitganman, Allohni tanitganman,
iymon bilan yashash kerakligini o'rgatganman. Inshaalloh kelajagi yaxshi bo'ladi desang, demak sen zohid ekansan. Tushunarlimi? O'zingni qo'lingdagi narsaga bo'lgan ishonchingdan ko'ra Allohning beradigan narsasi, Allohning qo'lidagi, Allohning va'dasiga ko'proq ishonishing. Bu juda ham katta manzilat, bu juda ham qimmat martaba. Agar mana shu martabaga, mana shu manzilatga yetgan bo'lsangiz, sizdan xotirjam odam bo'lmaydi va sizni hamma muammoingiz Alloh subhanahu va taoloning zimmasida bo'ladi. Rasululloh aytdilar: "As-siqatu kanzi." As-siqa, ishonch mening xazinam. Ya'ni Allohga bo'lgan ishonchim. Eng boy odam bo'lishni xohlasang, eng xotirjam odam bo'lishni xohlasang, o'zingni qo'lingdagi narsaga bo'lgan ishonchingdan ko'ra Allohning qo'lidagi narsaga ishonching kuchliroq bo'lishi kerak. Demak, ishonch, as-siqa iymonning mevasi, ma'rifatning mevasi. Allohni tanisang, albatta unga ishonasan. Allohni tanisang, Allohga suyanasan. Bizni zamonamizdagi ham, avvalgi zamondagi va bundan keyin keladigan odamlarning muammosi ayni mana shu masalada. Allohga bo'lgan ishonchi zaif. Mana shu masalada odamlar biri ikkinchisidan farqlanadi. Tushunarlimi? Kimdir ishonchi qattiq, ishonchi kuchli, xotirjam turadi, Allohda aytgani bo'ladi deydi. Yana bitta odam xuddi shu gapni aytadi, Allohda aytgani bo'ladi-yu, vahimada turadi. Qo'rqib turadi. Nima bo'lar ekan deb. Musa alayhissalom. Alloh azza va jalla mana Musa alayhissalom qissasini siz bilan bizga Qur'onda bayon qiladi. Xullas, Firavn tush ko'rdi. Tushida ana shu Banu Isroildan bo'lgan bir chaqaloq tug'ilar ekan va shu chaqaloq uning saltanatini yo'q bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Muammoni yechimi oson, hukm qildi. Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il chaqaloq so'yilsin. Haqiqatan so'yildi. Yuzlab, minglab begunoh chaqaloqlar so'yildi. Ya'ni o'zini quvvatiga ishonyapti. Shu muammoni hal qilishlikka aqli yetyapti, o'ziga ishonyapti. Mana endi Musa alayhissalomning onasi homilador edi, dunyoga keltirdi, tug'di Musa alayhissalomni. Mana endi agar bolasi bilan qolsa, albatta bir xufiyalar yetkazadi xabarni, topishadi, kelib qatl qilishi aniq. Bolasini o'ldirishi aniq. Shunda Alloh taolo shu holatni siz bilan bizga hikoya qilib aytadi. Astagfirullah. Va auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Fa idha khifti alayhi fa'alqihi fil yam. Biz Musoning onasiga vahiy qildikki, uni emiza bergin. Bas qachon qo'rqsang, fa'alqihi fil yam, uni daryoga tashlagin. Wala tahafi wala tahzani. Qo'rqmagin, qayg'urmagin, zero biz senga uni qaytarib berguchidirmiz va payg'ambarlardan qilguchidirmiz. Fa'alqihi fil yam wala tahafi wala tahzani inna radduhu ilayki va ja'iluhu minal mursalin. Bu yerdagi vahiy qildik degani ilhom berdik degani. Alloh azza va jalla Musa alayhissalomning onasini qalbiga shunday bir siqo, ishonchni joylab qo'ydiki, shu ishonchni ato qilib qo'ydiki, bolasini daryoga solib oqizib yubordi. G'arib kalima, agar bolangni o'lib qolishidan qo'rqsang, suvga solib oqizib yubor. Millionta ayolga shu narsani aytingchi, bittasi quloq solib xo'p demikin. O'zi o'lishidan qo'rqib ehtiyot qilib turibdi. O'lib qolishidan, o'ldirib qo'yishidan qo'rqib turibdi. Endi bizni aqllarimizga solib ko'radigan bo'lsak, daryoga solib oqizib yuborsa, u Nil o'lishligi 100%. Agar hozirda millionta ayolga shunaqa deb aytsangiz, hech qaysisi quloq solmaydi. Lekin Musa alayhissalomning onasi shunday qildi. O'sha sevatmada qaysidir idishga soldi, suvga solib oqizib yubordi. Nima uchun Musa alayhissalom onasi bunday qila oldi? Alloh taolo uning qalbiga solgan va Alloh taoloning saqlashiga bo'lgan ishonchi, as-siqa. Ishonch sababli. Fa idha khifti alayhi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki va ja'iluhu minal mursalin.
Bas qachon qo'rqsang, uni daryoga tashla, qo'rqma, qaytarib beraman, yana payg'ambar qilaman. Faraz qiling, samolyotda uchib ketyapsiz, 8000, 10000 metr balandlikda. Tezligi soatiga 800 kilometrda uchib ketyapti. Shunda sizga ana shu pilotlardan bittasi kelib, eshikni ochib, "Mana tashqariga sakrang" dedi. Sizni borib tushadigan joyingizni hisob-kitob qilib aniqlab qo'yganmiz. Siz borib tushadigan joyga qalin, yumshoq materialdan solib qo'yganmiz. Ana shu yerga tushganingizda zarbani shu material o'ziga oladi, tirik qolasiz. Sakring. Desa sakraysizmi? Rost aytayotgan bo'lishi ham mumkin. Lekin bari ishonmaysizda, Xudo biladi. Daraxtga lashmasamchi? Yo'q deysiz. Endi parashyutistlarni qarang. U ham bir 3-4 kilometr tepaga ko'tariladi, eshikni ochadi, shap irg'iydi u. Nimaga irg'iydi u ikkilanmasdan? As-siqo, ishonch bor. Chunki yelkasiga ilib olgan parashyuti ilmiy tajribalarda o'tkazilgan, ko'p marta sinalgan. Bu parashyut ishonchli ekanligi takror isbotlangan. Undan tashqari parashyutni o'zi tahlagan. Shuning uchun qo'rqmasdan irg'iydi. Nima bor? As-siqo, ishonch bor. Tortganida ip uzilib ketsa-chi, ming xil shubha nima qiladi sizni? Ko'ryapsizmi muammo nimada? Muammo ishonchning zaifligida. Shubhali puldan qachon voz kecha olasiz? Qachonki shundan voz kessam, Alloh menga undan yaxshirog'ini beradi degan ishonchingiz bo'lsa, as-siqo bo'lsa. Harom amalni qachon tashlaysiz? Harom amaldan qachon tiyila olasiz? Agar shuni tark qilmasangiz, Alloh sizga g'azab qilishiga aniq ishonsangiz. Agar Alloh g'azab qilsa, aniq xor bo'lishingizga ishonsangiz. Yana ishonch. Qachon zolimga yordam berishdan o'zingizni saqlaysiz? Qachonki kim zolimga yordam bersa, mana shu zolimning birinchi qurboni o'zi bo'lishiga aniq ishonsa. Ma'qulmi? Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi: agar Alloh bir qavmdan rozi bo'lsa, ana shu qavmning ishlarini ularning orasidagi eng yaxshilarini qo'liga topshirib qo'yadi. Agar Alloh bir qavmni yomon ko'rsa, ana shu qavmning ishlarini mana shu odamlarning ichidagi eng yomonlarning qo'liga topshirib qo'yadi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Man a'ana zoliman sallatahu Allohu alayhi." Kim bir zolimga yordam bersa, Alloh o'sha zolimni o'sha yordam berganning ustiga hukmron qilib qo'yadi. Mana shu hadisga ishonchingiz aniq bo'lsa, qattiq ishonsangiz, shunda zolimga yordam bermaysiz. Chunki u zolimni zulmi birinchi bo'lib siz ustingizga tushadi. Qur'oni Karimda o'qiymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatini, hadislarini o'rganamiz. Kitob va sunnat Alloh taoloning vahiysi ekanligiga qanchalar ishonchimiz kuchli bo'lsa, itoat qilib amal qilishimiz ham shunga yarasha bo'ladi. Qaytaraman. Kitob va sunnat Allohning kalomi ekanligiga ishonchingiz qanchalar kuchli bo'lsa, ana shu kitob va sunnatga amal qilishingiz shunchalar kuchli bo'ladi. Aniq ishonasiz. Nimaga? Allohning bergan va'dasi bajarilmay qolishidan ko'ra, bu borlig'ini vayron bo'lib ketishi osonroq Alloh uchun. Innalloha la yuxliful mi'ad. Alloh hech qachon va'dasiga xilof qilmaydi. Aniq ishonasizmi? Faqat shunda qo'rqasiz, faqat shunda itoat qilasiz. Agar iymon degan narsani nima deb so'ralsa va ikki og'iz so'z bilan tushuntirib bering shu narsani desa, iymon Allohga bo'lgan ishonch desak mubolag'a bo'lmaydi. Demak, Allohga bo'lgan ishonchingiz qanchalar kuchli bo'lsa, iymoningiz ham shunchalar kuchli bo'ladi. Siz Qur'on Allohning kalomi ekanligiga aniq ishonasiz. Qur'on bergan xabarlarning haq ekanligiga aniq ishonasiz. Shuning uchun ham Allohdan sizni to'sadigan narsadan oson voz kecha olasiz. Boylikmi, mansabmi, hurmat, e'tibormi chekkaga surib qo'yasiz. Chunki bu narsani Alloh harom dedi, bu narsa seni ikki dunyoda vayron qiladi dedi, ishonasiz. Muammo nimada ekan?
Mana hozir shu mahirlik qilyapsizlar, u yoqdan qissa o'tib ketib aytayapmiz. "Ey, xor bo'lasan. Haligi har bitta qilgan ishing mana paymoni degan piyalangga tushayotgan tomchi. Bitta odamni dilini og'ritding, bitta odamni haqqini yeding, bitta odamni qo'rqitding, tomchi tushyapti, to'layapti deyapmiz. Bitta odamni xafa qilsang, bitta tomchi tushsa, bitta Allohning valisi bo'lgan odam bor. O'zi ham bilmaydi. Uni dilini og'ritsang bir qoshiq tushadi. Shu paymoning to'lgandan keyin to'kiladi, bitta ontariladi. Ishkalga kirasan desiz, ishona olmayapti-da. Aytaveradi domlalar. Musulmon, mo'min insondan so'ra. Nimaga Allohga itoat qilasan? Seni bo'yinsunishlikka nima majbur qiladi? U aytadi, men ishonaman deydi. Allohning borligiga ishonaman. Uni yakkaligiga ishonaman. Meni mukofotlab, jazolab qo'yishga qodirligiga ishonaman. Qiyomatga ishonaman. Jannat, do'zaxga ishonaman. Birovga zulm qilsam, shu dunyoda o'zida menga jazo kelishiga aniq ishonaman. O'shuning uchun itoat qilaman Allohga deydi. Undan yana so'raysan, nima uchun ko'zingni tiyasan? Nimaga quloqingni, boshqa a'zolaringni tiyasan? U aytadi, men Allohga bog'langan bandaman. Agar shu a'zolarimni tiymasdan gunoh qilsam, Allohdan uzilib qolaman. Bunga ham ishonaman. O'shuning uchun uzilib qolishni xohlamasdan gunohlardan tiyilaman deydi. Modomiki bandani Allohga bo'lgan ishonchi bor ekan va ana shu ishonchi as-siqosi kuchli ekan, bunday banda har qanday Allohni norozi qiladigan narsadan osonlik bilan kecha oladi. Demak, mo'minning toatini siri ishonch ekan. As-siqo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Vas-siqatu kanzi." Ishonch mening xazinam. Payg'ambarimiz aytdilar, dunyodagi zohidlik, qo'lingdagi narsang sen uchun Allohning qo'lidagi narsadan ko'ra ishonchliroq bo'lmasligi. Alloh taolo o'zini mo'min, taqvoli bandasini tashab qo'ymaydi. Bu ishonch deyiladi. Alloh bunaqa bandasini o'zini holiga tashab qo'yganidan ko'ra, yordamsiz tashab qo'yganidan ko'ra, xor qilib qo'yganidan ko'ra, bu dunyoni zavolga uchrab ketishi Alloh uchun yengilroq. Subhanaka. Parvardigor, sen o'zingga do'st tutgan bandang xor bo'lmaydi. Sen o'zingga dushman tutgan banda aziz bo'lmaydi. Payg'ambarimizning sahobalarini qarang. Ochchilik edi, zaif edi, nochor edi, mazlum edi. Ammo ularning Robbilariga bo'lgan as-siqo, ishonchi chegarasi yo'q edi. Adi ibn Hotim Toyini hadisi. Bu kishi Toy qabilasining podshohi bo'lgan, sayyidi bo'lgan. Xotam Toyining o'g'li. U kishi Madinaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashgani kelganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam podshoh bo'lganligi uchun unga bir xos e'tibor qildilar va oldiga o'tirib u bilan suhbatlashdilar. So'ngra aytdilar: "La'allaka ya Adi innama yamna'uka min ad-dukhuli fi hadha ad-din ma tara min hajati al-muslimin wa faqrihim." Ey Adi, ehtimol musulmonlarning faqirliklari va hojatlarini ko'pligi sizni bu dinga kirishdan to'sayotgandir. Kambag'alligini ko'rib turib bu dinga kirgisi kelmayaptimi? Vaholanki yaqinda ularga moli dunyo shu darajada oqib keladiki, ana shu molni olgani odam topilmay qoladi. Ey Adi, ehtimol musulmonlarning ozligi va dushmanlarining ko'pligi sizni bu dinga kirishdan to'sayotgandir. Vallohi shunday kunlar yaqinki, mana shu baytni, Baytullohni ziyorat qilish uchun bir ayol yolg'iz o'zi Qodisiyadan chiqib keladi, yo'lda hech kimdan xavotir bo'lmaydi. Ishonch shu darajada. Ey Adi, ehtimol mulk, saltanat boshqalarning qo'lida ekanligi sizni bu dinga kirishdan to'sayotgandir. Vaholanki tez kunlarda Bobil yeridagi oq qasrlar musulmonlar uchun fath bo'lganini va Kisroning xazinalari ularniki bo'lganini eshitasiz dedilar. Adi ibn Hotam Toyi Kisroning xazinalari-ya dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ha, Kisroning xazinalari dedilar.
Ana shunda Adi ibn Abi Hodam at-Toyi kalimani aytib musulmon bo'ldi. Birodar, aniq ishongan. Agar haromdan tiyilsang, farzni bajarsang, sunnatni mahkam ushlasang, ko'zingni, tilingni, boshqa a'zolaringni haromdan tiysang, doim taqvoga intilsang va shu holatingda davomiy yashasang, aniq ishon. Xuddi bahordan keyin yoz kelishiga ishonganingdek, kuzdan keyin qish kelishiga aniq ishonganingdek ishon. Tutun osmonga ko'tariladi, suv pastga oqadimi? Aniq ishonasanmi? Agar taqvoda turadigan bo'lsang, doimiy shu holatda bo'lsang, Alloh seni qo'llashligi ham mana shunda ishonchli narsa. Seni ko'taradi, aziz qiladi, ko'zingni quvontiradi. Chunki bu Allohning va'dasi, Muhammad alayhisalomning va'dasi. Allohning va'dasi esa haq. Allohning so'ziga bo'lgan ishonching seni iymoning, seni ishonching. Ota g'am qiladi. Ota-ona g'am qiladi. Qizim katta bo'lib qoldi, o'qitib qo'yay bir joyda. Eriga tekkandan keyin mabodo taloq qilsa, hali bergani yo'q. Niyatni qarang. Agar qizim o'qitib qo'ymasam, erga tekkandan keyin eri taloq qilsa, ko'chada qolmasin, o'zini hunari bo'lsin, kasbi bo'lsin. Subhanalloh, hali qizini erga bermay turib, uni taloq qilishini o'ylayapti. Allohga bo'lgan ishonchi shumi uni? Ha, qizingni Allohning toatida tarbiya qil, Allohni tanit, taqvoni o'rgat, soliha bo'lib yashasin. Nima? Agar shunday qilib katta qilsang, bir yaxshi kuyovni Alloh ro'baro qilmaydimi senga? Ishonmaysanmi Allohga? Zoya qiladi deb vahima qilasanmi? Mana shu Allohga bo'lgan ishonching. Odamlarning qilayotgan gunohlarga qarasangiz, buning asosiy sababi Allohga bo'lgan ishonchini zaif ekanligini ko'rasiz. Insonlarga tushkunlik, umidsizlikka nazar soladigan bo'lsangiz, buni ham sababi Allohga bo'lgan ishonchi zaif ekanligini ko'rasiz. Shu sababdan ular o'ziga o'xshagan bandalarning roziligini istab yuradi. Alloh norozi bo'ladigan bo'lsa ham. O'ziga o'xshagan ojiz bandani g'azabiga qolishdan qo'rqadi, garchi Alloh norozi bo'lsa ham. Allohning va'dasiga ishonchi zaif bo'lgan bandalar uni huzuridagi mukofot jazoga bo'lgan iymonning nochorligini ko'rasiz. Shuning uchun aytyapmiz-da, agar iymonni, ma'rifatni, taqvoni, amalni hammasini bitta so'ziga jamlasak, u so'z as-siqo, ishonch degan so'z bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz aytibdilar, "Vas-siqatu kanzi." Ishonch mening xazinamdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallohu ghinahu fi qalbihi va jama'a shamlahu va atathu ad-dunya fa hiya raghima." Kim o'zining g'ami qilib oxiratni g'am qilsa, kimning oxirat g'ami bo'lsa, ya'ni eng birinchi g'ami oxirat bo'lsa, Alloh u odamning boyligini qalbiga joylab qo'yadi. Ishini jamlab qo'yadi. Dunyo oqib kelaveradi, fahiya ro'g'ima, unga parvo qilmaydi. Kimning asosiy g'ami Allohni rozi qilishlik bo'lsa, qolgan g'amlariga Alloh kifoya qiladi. Boyligini qalbiga joylab qo'yadi, ishini jamlab qo'yadi, dunyo oqib kelaveradi, u parvo qilmaydi, bo'pti qo'yib qo'yaga deydi. Endi muqobilini qarang. Va man kanati dunya hammahu. Kimning g'ami dunyo bo'lsa, birodarlar, deyarli hammaning g'ami shu bo'lib qolgan. Nima uchun? Allohga bo'lgan ishonchi zaifda. Kimning g'ami dunyo bo'lsa, Alloh uning faqirligini ikki ko'zining o'rtasiga yozib qo'yadi. Va farraqa shamlahu, ishini sochib qo'yadi. Hech ishi tugamaydi. Hech ishida tartib bo'lmaydi. Ishlayveradi. Va lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qudira lahu. Ishlayveradi, ishi sochilgan bo'ladi, ishi tugamaydi, lekin rizqmi Alloh taqdir qilgandan oshchasi kelmaydi. Mana shu Rasulullohning mana shu hadisiga aniq ishonsangiz, hamma g'amda bitta chegaga surib turib, Allohni rozi qilish g'amini birinchi g'amingiz qilib olasiz.
Bu degani masjidga kirib yotib oladi degani emas. Tijoratini qiladi, hunarini qiladi, kasb-korini qiladi, sog'ligi uchun qilish kerak bo'lgan dietani qiladi, sport bilan shug'ullanadi. Sabablarda hammasini qiladi, lekin g'am qilmaydi uni qalbiga olib kirib. Mana shu dunyo matohini tashvishi kallamizda tursa, bu hisob-kitob deyiladi. Agar mana shu tashvishlar qalbga kirib qolsa, g'am bo'ladi. Alloh taolo aytayapti, qalbingda meni rozi qilishlik g'ami tursin, u dunyoda ishi matdagi hisob-kitob bo'lsin. Tushunarlimi? Bizni shunaqa gapimizda domlalaringga qarasang deydi, Allohga tavakkal qil, o'tiraver deydi. Kim aytdi? Mo'min odam dunyoni ishini xuddi o'lmaydigandaqa, 1000 yil yashaydigandaqa ishlab qiladi. Pulni shunaqa katta topishga harakat qiladi. Uyni shunaqa zo'r soladi. Dunyoda xuddi o'lmaydigandaqa ishlab yashaydi. Lekin ibodatni hozir o'lib qoladigandaqa qiladi. Ikkalasi barobar turadi. Demak, dunyo tashvishlari hisob-kitob bo'ladi kallamizda tursa, agar mayqa tushsa, g'am bo'lib qoladi. Hamma g'amda bitta g'amga almashtiramiz. Allohni rozi qilishlik g'amiga, Alloh azza va jalla qolgan g'amlarimizga o'zi kifoya qiladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.